Hop, hozir sizlarga Qorasuv massividagi turar joy majmuamizning loyihasini tushuntirib beraman. Hop, bu turar joy majmuamizda umumiy hisobda 6 ta dom tushadi. Bular 10 qavatlik va birinchi qavatlari magazin. Kompleksimizning oldidan katta trassa, ya'ni katta yo'l o'tadi. Bu yo'ldan chap tomonga qarab borsangiz, M37 yo'lga chiqasiz, ya'ni katta trassaga chiqasiz. O'ng tomonga qarab borsangiz esa Fotima Qosimga chiqib ketasiz. Hop, kompleksimizni o'rta maydonida bolalar maydonchasi, parkovочный месталар mavjud va podyezdga kirish yo'llari. Hop, bu binomiz sig'ishdan quriladi. Fasad qismi travertin toshdan qilinadi. Umumiy qilib olganda majmuamizda barcha qulayliklar bor. Ya'ni oddiy bir planirovka chiqarib olayotgan bo'lsangiz, xonalarimizda gulxoy xonasi yo'q va e'tibor berayotgan bo'lsangiz, har bitta xonadonda o'zining balkoni bor. Farqi yo'q, bir xonalikmi, ikki xonalikmi, uch xonalikmi, baribir balkonlarimiz mavjud. Va mana bu blokimizning orqa tomonida O'zbekiston bog'i va Zarafshon daryosi joylashgan bo'ladi. Agar xonadonlarimiz sizga qiziq bo'lsa, izohlarda ++ qoldiring yoki batafsilroq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling.